O'zbeklar va turkiy xalqlarning etnogenezida muhim rol o'ynagan xullar tarixiga yuzlansak. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va bizni kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Xullar miloddan avvalgi 3-asrda Markaziy Osiyo dashtlarida shakllangan va qisqa vaqt ichida ulkan imperiya barpo ettirgan ko'chmanchi turkiy etnik ildizga ega xalqlardir. Ularning asosiy markazi Mongoliya va hozirgi Oltoy Baykal hududlari bo'lgan bo'lib, Hun davlati Osiyo tarixida birinchi yirik ko'chmanchi imperiyalardan biridir. Hunlar tarixini qisqacha yoritib bersak, miloddan avvalgi 3-asrda Hunlarning kuchli siyosiy uyushmasi shakllandi. Miloddan avvalgi 209-yilda esa Modi taxtga chiqadi. Imperiya yuksalib, miloddan avvalgi 2 va 1-asrlarda Xitoy bilan ko'plab urushlar bo'ladi. Miloddan avvalgi 1-asrda esa Hun davlati shimol va janubiy Hunlarga bo'linib, miloddan avvalgi 1 va 3-asrlarda kuchsizlanish va tarqalish davri boshlanadi. Miloddan avvalgi 4 va 5-asrlarda Yevropaga yurishlar qilinadi. Attila boshchiligida esa Rim imperiyasiga hujumlar qiladi. Hunlarning davlat boshqaruvi oliy hukmdor bu Shanyu deb atalgan. Hunlar davlati Shanyu boshqargan va oliy hukmdor harbiy qo'mondon, diniy yetakchi va qabilalar ittifoqining bosh hakami bo'lgan. Davlat boshqaruviga yuzlansak, davlat tizimi Hunlar davlati markazlashgan harbiy feodal tizimga ega bo'lgan. Tuzilma quyidagicha bo'lgan: Shanyu oliy hukmdor, chap qanot va o'ng qanot hukmdorlari, viloyat boshqaruvchilari, tuksinglar, ma'muriy harbiy mansabdorlar, beklar va urug' sardorlari, qabila boshliqlari va oddiy qabiladoshlarga bo'lingan. Davlat 10 minglik harbiy boshqaruv ta'minotga yuzlangan. Bu keyinchalik esa ko'chmanchi turkiy davlatlar Gökturk, Qo'qon, Oltin O'rda tomonidan ham davom ettirilgan. Hunlarning ijtimoiy tuzilishi. Ijtimoiy qatlamda hukmdor sulolasi Shanyu va uning qarindoshlari, aslzoda, zodagonlar, harbiy yetakchilar, urug' qabilalari, o'rta qatlam chorvadorlar, jangchilarning ommasi, qul va xizmatkorlar, asosan urush asirlari bo'lgan. Qabilaviy tarkibi. Hunlar turli etnik guruhlardan tarkib topgan va ko'p qabilaviy ittifoq bo'lgan. Ular tarkibida turkiy, mo'g'ul, tungiz, yuji kabi xalqlarning avlodlari bo'lgan. Ammo asosiy yadrosi bu turkiy qabilalarga mansub deb qaraladi. Hunlar va dunyo tarixidagi o'rni. Birinchi yirik ko'chmanchi imperiya. Xitoy devorining qurilishiga sababchi bo'lgan asosiy xalq. Yevropaga ko'chishi xalqaro ko'chishlar xalqlarning buyuk ko'chish davrini boshlab beradi Yevropada. Keyingi turkiy davlatlar Gökturklar, Uyg'urlar, Qanglar, Urxunlar qarorgohlari kabi siyosiy modellar, siyosiy davlatlar shakllanadi. Attila davlati orqali esa Rim imperiyasiga ta'sir o'tkazib, Rimni ikkiga bo'lib yuboradi. Shu bilan video rolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va bundanda qiziqarli mavzularga qo'l urishimizni istasangiz, mana shu video ostida like bosing.